Bugun Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasida o'tgan 2024-yil davomida amalga oshirilgan ishlar sarhisobiga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda viloyatda faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari vakillari hamda blogerlar ishtirok etishdi. Anjuman davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan o'tgan davr mobaynida jinoyatchilikka, ayniqsa kiberjinoyatga qarshi kurash, jamoat xavfsizligini ta'minlash, yo'l harakati xavfsizligi, profilaktika xizmati, kadrlar siyosati va boshqa yo'nalishlarda amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Jurnalist va blogerlar tomonidan esa sohaga oid turli savollar bilan murojaat qilindi. Jumladan, yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida qabul qilingan yangi qonun va qarorlar, shaharning ayrim ko'chalarida o'zgartirilgan harakat yo'nalishlari, qoidabuzarlikni qayd etuvchi qurilmalar faoliyati, tergov ishlari, xotin-qizlar huquqlari himoyasi hamda kadrlar masalalari bo'yicha berilgan savollarga soha mutaxassislari mazkur yo'nalishlarda olib borilayotgan ishlar, joriy qilingan yangiliklar va kelgusi rejalar haqida batafsil tushuntirishlar berib o'tishdi. Ochiq va samimiy ruhda bo'lib o'tgan matbuot anjumani yakunida boshqarma rahbariyati jamoatchilik bilan aloqalarni yanada mustahkamlashda ommaviy axborot vositalari va blogerlar bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim ekanini alohida ta'kidlab, mehmonlar bilan bu kabi uchrashuvlarni doimiy o'tkazib borishga kelishib olishdi.